Vaqtida o'quv kursinga bor. Darslaringni vaqtida qilgan. Ya'ni urdu xudo deb salanglab yurmagin, televizor deydan ham yotmagin, turgin, tushundingmi? Qo'ng'iroq qilganimda agar telefoning band bo'lsa, mendan ko'rasan. Tushundingmi? Voy, oyi, gapingiz takrorlayverib boshimni og'ritibdingiz. Xo'p dedim-ku. Yoki Ra'noniki borib turasanmi? Qiziqmisiz, oyi? Xolamni uyi o'zi torgina bo'lsa, borib tiqilamanmi? Unda xolingni uyga chaqirib qo'ya qolaylik, ha? Yolg'iz qolsang, ko'nglim joyida bo'lmaydi. Keyin ko'nglim tinch bo'ladi. Tushundingmi? Oyi, nima sizga yosh bolamanmi? O'zim turaveraman, nimadan xavotirlanasiz? Qaytanga menga yaxshi. O'zim darslarimni qilaman. Xolam bo'lsa xalaqit beradi. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Iya. Aeroportga kech qolyapman. Suvdanmiz, gazdanmiz, eshikni ochib yurmagan. Hamma to'lovlarni to'lab bo'lganman. Hech qatdan qarzimiz yo'q. Tushundingmi? Xo'p. Yaxshi boring, oyijon. Bo'pti. Ehtiyot bo'ling. Vaqtida ovqatingni ye. Darslaringni tayyorla. Xo'p. Tushundingmi? Xavotir olmang, oyijon. Hammasiga qarayman. Bo'pti. Aqlli qiz bo'p o'tirgin. Xavotir olmang. Ehtiyot bo'ling siz ham. Xo'p, men tezda qaytaman. O'zga qarab yuring. Bo'pti. O'zing ham o'zing asra. Ha. Bo'pti. Yaxshi yetib oling. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kim yo'q. Qalaysan? Zerikmay o'tiribsan? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Aytgandek, oyingni xizmat safarlari bitib, kelib qolmaydinglarmi? Yo'q, hozir oyim Moviy dengiz ustida parvoz qilyaptilar. Unda mayli. Keling. Biron nima ichasizmi? Ha, mayli, endi Hozir. ozgina o'tiraylik. Abba. Telefoningni ko'tarmaganingdan uxlagan bo'lsang kerak deb o'yladim. Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaytdingiz?